Qilag'alan bo'laveradi, xohlasangiz shuni blok eshigi bilan olsangiz ham bo'ladi. Tarang bo'lib turibdi, yemeni deb. Optim meva-cheva do'koniga keldim, hurmatli obunachilar. Ro'za Ramazon oyi munosabati bilan xalqimizni o'ylagan holda qilag'an bermay qaradi. O'tgan safar sizlarga ko'rsatganimizda ko'p odam kommentariyada yozibsizlar, qilag'a bermayman ekan mana deganlaringiz uchun shu Ro'za oyida xalqimizni o'ylagan holda qilag'an berib boshladi. Masalan, sizga limon kerakmi, banan kerakmi, ananas kerakmi, uzum, narsalar kerak bo'lsa, hamma narsa bor bu yerda. Olmalar har xil turlari bor, pomidor, mana badring, piyoz, karchka, hamma narsani shu optim narxda, kelishilgan narxda sizlarga beradi. Do'konlardan ancha farqi bor bu yerda. Bemalol bir kelib olsangiz bo'ladi. Shu do'konchi kimdir to'y berib o'tirgan bo'lsa, kimdir tug'an kun, tashkillar, yubileylar berib o'tirgan bo'lsangiz, shu yerda optim narxda olsangiz bo'ladi. Qilag'alan bo'laveradi, xohlasangiz shuni blok eshigi bilan olsangiz ham bo'ladi. Olmalarni qaranglar, har xil assortimentlar bor. Qizil kerakmi, har xil turlaridan bor. Anarlar bor, xurmolar bor. Даже mana bunday qulupnikalarimiz ham bor ekan mana. Bananlarni ko'rdingizlarmi? Sveji. Bu yerda hamma narsa sveji bo'ladi. Yangi bozor tuman supermarket orqasini bilasa, Xuruch ko'cha deb aytiladi bu. Shu yerda bo'ladi, yo'l ustida, manzil bo'yicha telefonlashib kelsangiz bo'ladi. Telefon nomerini video ostida qoldiraman. Mana bananni ko'rib turibsizlarmi? Tarang bo'lib turibdi, yemeni deb. Nima deysizlar? Bu videoni maksimalni Yangi bozorda tanishlarga tashlab qo'yinglar. Assalomu alaykum hurmatli Yangi bozor xalqi. Hammangizni shu Ro'za Ramazon oylari bilan tabriklayman. Shunday ajoyib optim magazin ochilibdi, meva magazini. Juda yaxshi, hamma narsalari optim narxda, kelishilgan narxda beradilar. Kilolab ham berib turibdilar. Do'konchilar ko'rsinlar mana, kimda to'y etayotgan bo'lsa, shunday to'y etayotgan odamlarga tashlab qo'yinglar. Ana shunday do'stlar. Kanalimga obuna bo'lib, like bosib, yaqin do'stlaringizga yuborib qo'yinglar. Sog' bo'lasizlar.